Hi guys, it's time to speak and write. Demek, hurmatli o'quvchilar, va nihoyat biz 5.4 mavzusiga yetib keldik. Aynan speaking and writing qismiga keldik. Albatta, speaking and writing ga qiziqadigan o'quvchilarimiz uchun bu darsimiz juda ham foydali bo'ladi. Demak, boshladik. Okay, so, aynan mana shu 5.4 mavzuyimizda sizlar bilan birgalikda speaking and writing, ya'ni so'zlashish va writing qismida gaplashadigan mavzuyimiz asosan sayohat haqidagi ma'lumotlarni so'rash va unga javob berish haqida o'rganamiz. Demak, qaytaraman, sayohat haqida mavzularga, demak, savol berish va so'rash va unga javob berishni o'rganamiz. Okay. So, demak, qaraymiz, birinchi 5A ga mana bu jadvalga qaraymiz, sizlarga berilgan language for speaking and asking for and giving travel information haqida ma'lumot berilgan. Aynan speakerimiz uchun hozirga kerak bo'ladigan mavzularimizdan bittasi va deyarli biznes egalariga yoki bo'lmasam siz chet elga sayohat qilishingiz mumkin, to'g'rimi? Chet elga sayohat qilgan paytingizda, o'sha davlatda yurgan paytingizda mana shu so'z kerak bo'ladi. Lekin O'zbekistonda deyarli bu ma'lumotni ishlatmaysiz. Chunki hamma yer albatta o'zbek tilida. Shuning uchun chetga borganimizda O'zbekistonga qaytmoqchimisiz yoki bo'lmasam boshqa davlatga sayohat qilmoqchimisiz, o'sha davlatda o'zida albatta shu ma'lumotni yodingizda saqlab, yaxshilab o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, let's move on. Ask for information. Xo'p, demak bizda ma'lumotni ikki qismga bo'lib olamiz. Birinchi navbatda mana bu ask for informationni biza ya'ni buni siz ko'proq ishlatasiz. Tushundingmi? Buni siz ko'proq ishlatasiz. Endi esa tegidagi bu qismini esa ko'proq siz so'ragan odam javob berganda ishlatadi. Tushundingmi? Ya'ni bu narsani ko'proq siz aytaylik chetga borgan paytingizda bilet sotuvchisidan yoki bo'lmasam aeroportga borganingizda yoki bo'lmasam avtobus stansiyasida turganingizda ma'lumot so'rasangiz, unda ular bu bo'yicha javob berishadi. Siz esa bundan savol so'rashingiz kerak bo'ladi bu so'zlar orqali. Okay. Demak, bitta-bitta ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Bularni tarjimasini ham va birin-ketinlik bilan ko'rib chiqamiz. Okay. So, birinchisi, where do I buy ticket? Demak, where do I buy? Where qayerdan? Do bo'lishi shart, ya'ni savol bo'lganligi uchun. Okay, I buy ticket. Demak, buy fe'l. Ticket. Demak, men bilet qayerdan sotib olaman? Tushundingmi? Demak, bu albatta biz ishlatamiz ko'proq. Tushundingmi? Demak, chetga borganimizda, albatta siz aeroportga borganingizda yoki bo'lmasa avtobus bekatiga borganingizda biletli bo'ladigan bo'lsa, where do I buy ticket? Yoki kimgadir aytasiz. Demak, chet elga bormoqsiz. Mister, I would like to fly to Uzbekistan. Where do I buy ticket? Demak, men O'zbekistonga uchib ketmoqchiman. Qayerdan bilet sotib bo'ladi? Yaxshi. Aytarib ko'ramiz. Juda ham to'g'ri. Where do I buy ticket? Okay? Ko'pchilik aytadi, where I buy ticket. Albatta bu xato, lekin tushunishadi. Tushundingmi? Where I buy ticket siz ham bu to'g'ri. Ya'ni qaysidir ma'noda, ya'ni tushunishadi, faqatgina grammatik jihatdan bu albatta noto'g'ri bo'ladi. Tushundingmi? Lekin nima demoqchi bo'lganingizni tushunishadi. Okay? Shuning uchun biz umuman xato qilmasdan chiroyli gapirishimiz uchun where do I buy ticket? Esimizda qoldi. Yaxshi. Keyingisi, endi where does the bus go from? Demak, avtobus qayerdan demak ketadi yoki bo'lmasa boradi. Okay? So, bu yerda endi avtobus qayerdan yuradi desak to'g'riroq bo'ladi. Tushundingmi? Demak, siz avtobus bekatini topa olmayapsiz. Ko'chada bitta insonni to'xtatdingiz, masalan, excuse me, mister, so where does the bus go from? Demak, avtobus qayerdan ketadi? Tushundingmi? Demak, qayerdan yuradi desak ham bo'ladi, okay? Ko'proq yuradiga nisbatan ishlatsangiz to'g'riroq bo'ladi. Demak, avtobus qayerdan yuradi bu yerdan? Where does the bus go from? Esda qoldi. From qo'yishingiz shart. Tushundingmi? Demak, dan degan ma'noga ega bo'ladi. Shunda, demak, mana bu dazimiz bu savol bo'lib beryapti. Demak, the bus. Endi, xolasangiz, poyezd qayerdan yuradi desangiz ham bo'ladi. Where does the train go from? Qayerdan taksi yuradi deb ko'rasiz? Qarang, aytib ko'ringchi. Qayerdan taksi yuradi? Where does the taxi go from? Juda ham to'g'ri, okay. Endi keyingi so'zga qaraymiz. What time nima edi? Soat nechida? What time is the next degani keyingi train, demak bu yerda poyezd, demak to ga the universityga. Demak qaraymiz, universityga, ya'ni universitetga keyingi poyezd soat nechida? Demak, kerakli shetda o'zgartirib ko'ramiz. Avtobus, keyingi avtobus, demak Chorsuvga soat nechida? Misol uchun keldingizda, endi avtobus kutyapsiz, kimgadir aytyapsiz, yoki keyingi avtobus Chorsuvga soat nechida keladi demoqchimisiz? Xuddi shu ma'noda ham ishlatsangiz bo'laveradi. Demak, what time is the next bus to Chorsu? Yaxshi. Keyingi taksi, demak, Samarqand Targ'o'ziga soat nechida yuradi deylik. Qani, aytib ko'ramiz. What time is the taxi? Yo'q, keyingi dediga,
next taxi to Samarqand Darvoza. Yaxshi. Okay. Demak, xuddi shu holatda ishlatsangiz bo'ladi. Ha, demak, bu yerda yana bitta narsa qolib ketgan. Chunki bular endi ingliz bo'lganligi uchun bu kitobni yozayotgan insonlar shuning uchun qo'yishmagan, chunki ular buni bilishadi. Lekin biz uchun bu narsa kerak. Albatta, please so'zini qo'yib qo'yishni esingizdan chiqmasin. Xohlasangiz eng boshiga qo'ying, xohlasangiz eng gapni oxiriga qo'ying. Albatta bo'lishi shart. Bu ancha sizni ya'ni nima deydi? Bizni o'zbek tilimizda ya'ni hurmat qilib gapirayotganligingizni va xushmuomalali gapirayotganligingizni ya'ni ko'rsatib beradi. Agar biz mana shu biz please so'zini qo'ymasak, bu inglizlarda juda ham qo'pol holatda bo'ladi. Ya'ni oddiygina misol, biz avtobusga chiqdik-da, aytaylik, siz o'sha yo'l kranini to'lamoqchisiz, kimgadir yo'l kranini uzatib yubor desak qanaqa bo'ladi? Juda ham qo'pol. Bizdagi yo'l kranini uzatib ring desak, mana shu ring qo'shimchasi ulardagi please ga tushadi. Shunga ham marhamat, ham ring bizning o'zbek tiliga tushadi. Shunga please misol uchun, demak call me back later. Iltimos menga qo'ng'iroq qiling kechroq, yoki bo'lmasam qo'ng'iroq qilib olasizmi kechroqqa deb ham ishlatsak bo'ladi, okay? Shuning uchun please esimizdan chiqarish kerak emas, okay? Keyingisi does this train, this bu train poyezd, demak go to ga boradimi deyapti. Demak does this train go to yaxshi, Chorsu, yaxshi. Demak bu demak poyezd Chorsuga boradimi yoki bo'lmasa aytadigan avtobus deymiz, endi albatta Chorsuga poyezd qatnamaydi-ku. Shuning uchun Samarqand deb ko'ramiz. Okay. Does this train go to Samarqand? Yaxshi. Samarqandga bu poyezd boradimi? Yaxshi. Endi bu avtobus demak shahar markaziga boradimi deb ko'ramiz. Qani keting. Does this bus go to city center? Yaxshi. Demak, bu yerda joylarni o'zgartirib ishlatishimiz mumkin. Keyingisi, how much? Albatta biz shuncha informatsiya so'raganimizdan keyin yodingizdan ko'tarilmasin, uni narxini ham bilishimiz kerak bo'ladi, okay. How much is it? Narxi qancha? To ga the center. Shaharga, markazga. Markazga demak nech pul deyapti, ya'ni borish. Shunga, ya'ni o'sha avtobusga chiqadigan bo'lsangiz, markazgacha, ya'ni shahar markazigacha yoki bo'lmasam sentrgacha nech pul deb ishlatsangiz bo'ladi. Okay. Endi aytib ko'ramiz. Demak, faraz qiling, siz bilet sotib olasiz, demak, chet eldan boshqa davlatga uchmoqchisiz, okay? For example, Dubai or Germany. Demak, siz Dubayga bilet yoki bo'lmasam narx qancha demoqchisiz, to'g'rimi? How much is it? Shunda qo'yasiz. To Dubai siz bo'ldi. Shunga narxi qancha degani bu how much, Dubayga to dan keyin qo'yasiz, okay? Gani beryapti mana bu yerda to. Demak, how much is it to Dubai? To it, ya'ni biletingizga nisbatan aytyapsiz. Tushundingmi? Okay. So, yaxshi. Keting, xuddi shu holatda davom etamiz va oxirida savol so'zlarni qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, qaytarib ko'ramiz. Demak, qayerdan bilet sotib olsam bo'ladi? Va do I buy ticket? Yaxshi. Avtobus qayerdan? Demak, ketadi. Qayerdan yuradi? Where does the bus go from? Yaxshi. What time is the next train to? Demak, keyingi, demak, poyezd ga nechida? Ya'ni joyini qo'yib qo'yishingiz mumkin. Universitetga keyingi poyezd nechida? Does this train go to? Ya'ni bu poyezd boradimi yoki avtobus boradimi? Demak, ko'rdinglar, bu asosan sayohat qilayotgan paytimizda kerakli bo'ladigan ma'lumotlar. Endi esa sizga ma'lumot berishadi. Ana shu so'ragan insoningiz. Ko'rib chiqamiz buni ham. Give information, ma'lumot berayotganimizda. This bus goes to ga boradi degani. Bu avtobus ga boradi. Demak, qaytarib ko'ramiz. Bu avtobus Chorsuga boradi. This bus goes to Chorsu. Juda ham yaxshi. Endi bu taksi Samarqand Darvozaga boradi deb ko'ramiz. This taxi goes to Samarqand Darvoza. Juda ham yaxshi. Faqatgina samolyotlarga goes to demaymiz, okay? Chunki u bormaydi, u uchadi. Okay? Esda qoldi. Demak, ketdik. Bu samolyot O'zbekistonga uchadi deb ko'ramiz, okay? This plane goes to flies to Uzbekistan. Yaxshi. Bu ham sizga bittaganga ma'lumot bo'ldi, okay? It leaves, ya'ni u ketadi, ya'ni tark etadi, bitta joydan boshqa joyga ketadi. Misol uchun avtobusimiz ketadi soat 8 da bo'ladigan bo'lsa, albatta xuddi shuni ishlashimiz mumkin, okay? Albatta et qo'yiladi, chunki soat qo'yishimiz kerak. Undan keyin ya'ni soatlarning oldidan har doim et qo'shimchasi aytiladi. Et bizning o'zbek tilida da degan ma'noga ega. Demak, qaytaramiz. Bu taksi soat 5 da ketadi. It leaves at 5.
Yaxshi, PM desangiz ham bo'ladi. Ko'rdingizmi, men taksi demadim. Chunki taksi ko'rinib turibdi, shuning uchun demasam ham bo'ladi, lekin taksi desangiz ham bo'ladi. Okay? So ko'rib turgan paytingizda it devorsangiz bo'ldi. Birlikda bo'ladigan bo'lsa. Endi biz ko'rib turib, demak, agar ko'rmayotgan bo'lsak, telefonda gaplashyapmiz. Ha, nechida ketadi deyapmiz. Demak, the taxi leaves at, esa qoldi, at nechida? 5 pm. Juda ham yaxshi. Endi ikkingizga qaraymiz. It arrives. Yetib keladi. Tushundingmi? It arrives. Yaxshi. Soat nechida yetib keladi deydigan bo'lsak, endi u soat 5 da yetib keladi. It arrives at 5. Tushundingmi? Avtobus soat 5 da yetib keladi. The bus arrives at 5. Tushundingmi? Juda ham yaxshi. Xo'p, siz buni samolyotga nisbatan ishlatsangiz bo'ladi, chunki sababi leave ham ketadi, ya'ni tark etadi joyidan. The plane leaves at yoki samolyot yetib boradi, demak the plane arrives at o'sha holatga ketadi. Albatta, keyingisida esa bizda narx haqida ketyapti. It is deb siz narxi berasiz. Har doim narx oldidan is bo'lishi kerak yoki bo'lmasa it bo'lishi kerak, albatta it's deb. Okay? So, endi narxi o'zini yakka holatda ishlatsangiz ham bo'ladi. Misol uchun it's agar it xohlamasangiz, misol uchun $10 desangiz ham bo'ladi. Bu ham tushunarli. Ya'ni speaking jarayonida bunaqangi darajada, ya'ni grammatikaga juda bir katta e'tibor berishmaydi. Shuning uchun agar grammatikada siz o'qiyotgan bo'lsangiz yoki tushunmaslik holatlar bo'layotgan bo'lsa, bundan hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Siz shunchaki, ya'ni speakingda grammatika deyarli 100% ishlatilmaydi. 100% to'liq holat hammasi ishlatilmaydi. Siz grammatikani 100% hammasini bilgan taqdiringizda ham, albatta u yerda siz ya'ni informal language da, ya'ni norasmiy tilda gaplashasiz. Shuning uchun ham u yerda 100% grammatika ishlamaydi. Shuning uchun, ya'ni bu yerda dollarni, ya'ni pul birligini shunchaki qo'yib qo'ysangiz ham bu tushunadi. Misol uchun, how much is it to, misol uchun Uzbekistonda, O'zbekistonga uchish qancha demoqchiman. Misol uchun, $500. Ko'rdingizmi? It's $500 desam ham bo'ladi, yoki bo'lmasa $500. Esda qoldi, okay? Yoki bo'lmasa 500 desam ham bo'ladi. Endi u davlatda agar dollar muomalada bo'ladigan bo'lsa, dollar aytib o'tirish shart emas, shuning uchun 500. Misol uchun, to'g'riga? Okay. So, endi qaraymiz va oxirgi informatsiyamiz, you buy your ticket. Buy demak sotib olmoq, your sizning ticket bilet. Siz biletingizni sotib olasiz from the ticket machine. Ticket machine demak bu biletlar o'sha chiqarib beradigan mashinka bo'ladi. Albatta ko'chalarda bor, albatta chet davlatlarda ham. Demak o'sha yerdan sotib olasiz deyapti. Okay? So, on the bus yoki bo'lmasa avtobus sotib olasiz. Demak bizda hozir ko'pincha avtobusga chiqqanimizda ishlatamiz, okay? So, yeah, you buy your ticket on the bus. From demaymiz, chunki from mana bu ticket machinega tegishli. Tushundingmi? Avtobusda oldidan har doim biz on qo'yamiz. Tushundingmi? Avtobusda man desam, I'm on the bus. I'm in the bus demaymiz, chunki avtobusda biz turib ham ketamiz, o'tirib ham ketamiz. Okay guys? Yaxshi. Demak, qaranglar, biz mana shu aynan language for speaking da sizlar bilan birgalikda qisqacha gaplashib o'tdik va biz buni tushunib oldik. Demak, qaranglar, language for speaking da biz asking for and giving travel information, ya'ni ma'lumot so'rash, ya'ni sayohat ma'lumotini so'rash va sayohat ma'lumotlarini berishni o'rganib oldik va siz hech ikkilanasiz xorij davlatlariga, demak, hozirning o'zida sayohat qilishingiz mumkin. Albatta, buni practice qilib turib borganingiz ma'qulroq va u yerda albatta xuddi shu so'zlarga duch kelasiz. Endi esa biz buni in realityda, real holatda qanaqa eshitilishini ham bitta listening orqali ko'rib olamiz. Okay. Hozir biz 5:17 ga qaraymiz. Endi bizda hech qanaqangi muammo bo'lmaydi, chunki biz o'sha so'zlarni bilib oldik. Endi esa birin-ketinlik bilan mana bu informatsiyalarni, demak, busmi, trainmi yoki Los Arenasmi yoki stationmi, demak, ikkita inson muloqot qilib o'tadi, shuni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. If you're ready, let's move on. Audio 5.17. 1. Excuse me, where do I buy a ticket? Ko'rdinglar, hozir ko'rgan so'zni olamiz. Demak, excuse me dilda, where do I buy ticket? Demak, kechirasiz, demak, men qayerdan bilet sotsam bo'ladi deyapti. You buy your ticket on the bus. Albatta siz biletni sota olasiz on the bus. Demak, bu biz ko'rishimiz mumkin. Albatta bu yerda bus haqida ma'lumot berilyapti. Shuning uchun biz busni bilet so'ralganligi uchun bus ticket deb oldik. Okay, thanks. Birinchi muloqotimiz tugadi. 2. Hello, does this bus go to Las Arenas? Does this bus go to Las Arenas? Demak, bu avtobus Las Arenasga boradimi? Demak, biz o'z-o'zidan nima qilamiz? Las Arenasni tanlab qo'yamiz, okay? So. No, it doesn't. The number 13 goes to Las Arenas. Yeah. Demak, number 13, 13-chi anaqasi avtobus raqami borar ekan. Metro goes there too. Metro ham borar ekan. Oh, okay. 3. Excuse me, what time is the next metro to Las Arenas?
What time is the next to deyapti. Demak, metro Lysarenas. Demak, Lysarenasga keyingi metro soat nechida deyilyapti? It leaves at 9:35. It leaves at. Demak, it leaves nima edi? Ketmoq, joydan ketadi. At 9:35. Demak, 9:35 da. Great. Demak, qaranglar, hozir bir daqiqa mana shu yerda bizda time qo'yamizmi, number qo'yamizmi? Ha, vaqt so'radi, to'g'rimi? Shuning uchun time qo'yamiz. Thanks. Oxirgi so'zni eshitib olamiz. Thanks. Demak, rahmat deyildi. 4. Hello. How much is it to Las Arenas? Demak, Lysarenasga qancha deyilyapti? Bu yerda nima so'ralyapti? Narx so'ralyapti. It's €2.15 single. €2.50 single. Single degani bir taraflama. Tushundingmi? Single. Okay? So, demak bu yerda ko'radigan bo'lsak, narx haqida gapirildi. Shuning uchun biz price of ticketni belgilab oldik va hurmatli o'quvchilar, bitta tekshirib qo'yamiz. Okay, da. Demak, hammasi to'g'ri chiqdi. Barakalla. Endi esa mana shu yerda demak 5-17 ni tagida qismida bizga demak bizda jadvalda so'zlar berilgan. Ana jadvallarga qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buy sotib olmoq, go bormoq, much narxga nisbatan ishlatiladi. Next, keyingi. Where do I nima qo'yamiz? Juda ham to'g'ri. Buy ticket. Demak, qayerdan sotib olaman ticketni deyapti, ya'ni biletni. Does this bus go to? Juda ham yaxshi. Tushundingmi? Demak, xuddi shu tartibda qolganini tugatib qo'yasiz. Demak, qilib bo'ldik va nihoyat endi esa mana shu yuqoridagi savollarni qilib bo'lgan bo'lsak, tegidagi javoblarni ham belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchisida pul birligi berilyapti. Demak, bu yerda narx haqida ketgan, demak, o'z-o'zidan ma'lum bo'ladi. Okay. So, va misol uchun €2.15 single deyapti. Yoki bo'lmasa no it doesn't yoki bo'lmasa yo'q bormaydi yoki bo'lmasa the number 13 goes to the Lysarenas. Demak 13-raqam boradi deyapti. It leaves at 9:35. Demak u 9:35 da ketadi. You buy your ticket on the bus. Demak savollarga qarab turib qo'yib chiqishinglar kerak bo'ladi. Bittasini qilib beraman. Albatta birinchisi A ga qaraymiz. Oxirida demak albatta biz mana bu yerda how much qo'yamiz chunki how so'zi turibdi. Shuning uchun narx haqida ketyapti va biz mana bu yerga 4 raqamini qo'yib qo'ysak bo'ldi. Okay? So guys, it's absolutely right. So awesome. You're doing best. Demak, siz qo'ldan kelgancha harakat qilyapsizlar, juda ham zo'r, barakalla. Endi esa biz listeningni qilib bo'lgan bo'lsak, endi esa understanding travel announcement. Xo'p, understanding travel announcementga keldik. Aynan bu yerda announcement degani e'lon. Ya'ni siz o'sha sayohat qilgan paytingizda, ya'ni o'sha samolyotda sayohat qilmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa boshqa davlatga yoki bo'lmasa poyezdda sayohat qiladigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa basda, u yerda albatta ya'ni xabar beriladi. Misol uchun, shu poyezdlik yanaqa platforma, demak, mana shu yo'lakka hozir soat demak mana shu yerda jo'nab ketadi deb turib shunaqangi ma'lumotlar berish mumkin yoki bo'lmasam samolyotlarda ham demak shu raqamlik anaqalar demak soat mana shu anaqada uchib ketadi yoki bo'lmasa mana shu darvozadan ketadi deb ataladi. Demak shunda sizga mana bu belgilar ham kerak bo'ladi chunki biletingizda yozilgan bo'ladi. Bu ham albatta ehtiyot shart sizga juda ham zarur, albatta asqotadi. Birinchisiga qaraymiz. Think about the information you need, place, time, etc. Listen for important information, place, time, numbers and letters. Xo'p, bu hozir shart emas. Mana bu belgiga qaraymiz. Xo'p, city center. Birinchi demak city centerga qaraymiz. City centerimizda mana bu belgida demak locationda bizga berilgan mana bu belgida asosan ko'rishimiz mumkin. Bu belgini ko'rsak, albatta bu shahar markazini bildiradi. Xohlagan davlatingizga borsangiz, shu narsani ko'rsa, demak bu shahar markazi degan ma'lumotni ko'rsatadi, okay? So city center New York, Barcelona deb misol uchun misol tariqasida berilyapti. Albatta bu keyingisiga ko'rinib turibdi, soat belgisi, demak bu mana shu holatga ketadi. Xo'p, keyingisi albatta bu ham ko'rinib turibdi rasmda platform. Demak bu platform poyezdlarda asosan poyezd yo'lagiga nisbatan platform deyiladi, ya'ni poyezd keladigan joyga, okay? So platform deb ataladi. Bunda quyidagicha belgilab bo'ladi. 3, 4A, demak 9B, 4A ketadi. Bu siz albatta platformangiz. Keyingi bu samolyot belgisi. Samolyotda albatta siz darvoza orqali chiqib ketasiz. Shuning uchun gate. Tushundingmi? Gate bu darvoza. Demak A10 yoki 93 deb xuddi shu holatda ketadi. Albatta parvozingiz bo'ladi. Demak parvozingiz mana bunaqangi sifra raqamlari bilan ham iborat bo'ladi. Parvozingizga qarashingiz kerak bo'ladi va darvozangizga qarashingiz kerak bo'ladi albatta chet elga ketayotgan paytingizda. Okay, the bus berilgan stop, demak to'xtashi, demak bus stop mana shu raqamlari, ostanovkasi, number, demak bu avtobusning raqami. Esda qoldi? Okay guys. So, endi esa let's practice. Demak, qanaqa o'rganganligimizni bitta tekshirib olamiz sizlar bilan birgalikda. Mana bu yerda biz eshitib o'tamiz, joy bo'ladimi? Yoki bo'lmasam bizga vaqt beradimi? Yoki bo'lmasam demak yana parvoz beradimi? Xuddi shu narsani aniqlab yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Okay, if you're ready, let's move on, guys. Audio 5.20. 1. If there is anyone flying to Istanbul tonight,
Would you please go to gate? Aha. Demak, qayerga uchmoqchi? Istanbul demak. Istanbulda yozib qo'ydik. Okay guys. Yaxshi. Keyingisi, demak, birinchisida bizda asosan joy ishtirok etdi. 2. Keyingisida vaqt ishtirok etadi. Vaqtini eslab qolishga harakat qilinglar. We are sorry to announce that the 8:45 to London Paddington 8:45 demak, vaqt aytildi. 8:45 demak 8:45. 3. And then the doors will close 2 minutes before departure. Demak, door close, demak, yopiladi before departure. Demak, jo'nashdan avval dedi. Tushundik, a? Okay. 4. Will passengers for the next train to New York please go to Yaxshi. Joyimiz nima ekan? Juda ham to'g'ri. Next to New York demak, bizda New York haqida ma'lumot berildi. 5. This bus will depart in approximately 14 minutes. Demak, avtobus jo'nab ketadi 14 minutes. Juda ham yaxshi. 14 minut. 6. Va bunda parvoz ishtirok etadi. Ko'ringlar, flight bu yerda parvoz, uchishga nisbatan flight. Faqat uchmoq emas bu yerda. Unda fly bo'ladi. This is an announcement for passengers on flight FW1632. Yaxshi. Demak, bu yerda ko'rdinglar, boyaga aytganimizdek, parvoz raqamlari yozilyapti. FW, bitta eshitamiz. 1631 on flight FW FW 1632. 1362. Leaving at 2 p.m. Esda qoldi. Mana shu narsani yozib qo'yamiz. Demak, hurmatli o'quvchilar, sizlar bugundan boshlab, demak, ingliz tilida qanday qilib sayohat haqida ma'lumotlar olishni va ma'lumot berishni agar sizdan kimdir so'raydigan bo'lsa, chet ellik fuqarolar, albatta siz bemalol bu haqida ma'lumot bera olasiz.